Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. YouTuber Only Kenny Fan Mitsu'ni yomonlab videolar joylagan. Mitsu bu holatni o'z efirida muhokama qilayotganda Kenny Fan jonli efirga kirib keldi va ular o'rtasida bahs yuz berdi. Bir necha daqiqadan so'ng Only Kenny Fan Mitsuga atab video va post chiqardi, biroq postni tezda o'chirib tashladi. Videolarni esa bugun ertalab yoki kechasi o'chirib tashlagan. Oradan 10-15 daqiqa o'tib Mitsu ham unga javob tariqasida video joyladi. Uzbfeya nomli youtuber esa noma'lum sabablarga ko'ra YouTubedan ketgani yoki tanaffus qilganligini aytishmoqda va yaxshi yangiliklardan biri esa Yunajon 30 ming obunachiga erishdi. Ritsubek nomli youtuber esa comeback qildi. Misol jurnalistkamiz YouTube sahifasiga Zanibesni gapirgan videosini joylagan. U videoda aytilishicha, Zanibes oilaviy muammolar sabab YouTube'da emas, Instagramda ijodini davom ettirayotgan ekan. Zanibesning Instagram sahifasida esa uning baymi videosini qo'yganligiga ko'zimiz tushdi. Hammaga rahmat, bugungi yangiliklar shulardan iborat edi.